gapiringlar. Barakalla. Yo'q, mana unaqa nimalar ham olish yo'q. Ha, bo'ladi hammasi. Qo'shib hamma mana. Siz kelganingizda bittasi guldirgub dedi, asli hamma qiyomat qoldi. Ha. Hasanboyning tug'ilgan kuni ekan bu. Tug'ilgan kunimi? Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. 65, men 35 deb. 65 yosh. Hoji aka. Uydan chiqib samovarga deyapti. Unisi ham bormi? Juda yaxshi ishlar bo'pti-da. Asrdan kelgan. Qadrdonlarimiz baliqxo'rlik qilamiz ekan-da. Baliq o'lgan. Men o'ziga Bunaqa ko'par, 400 grammdan baliq. peshinda o'qib, nega deydi? Aytib qo'yibdi. Baliqqa. Laqqa baliq bo'lsin, laqqa baliq. Yoshdan keyin, peshindan keyin ekan tushib ketadi. Biz oldin ham tanishib, Ana o'zi aytdi, men qarab. Tomor anami. Anavimi? Nimadami? Qoldiraman. artim. Ya, mana Baxtobodga gapiryapti. Chegara. Toshbari nima ko'prikda o'tgan. Chegara. Ha. Omon bo'linglar, qadrdonlar. Umuman eshitmaydi Hasanboy o'qigan gaplarni.